Men hozir sizga eng xavfsiz sotuv modelini ko'rsataman. Bu modelda siz tovarga katta risk qilmasdan sotuvni boshlaysiz. 70% yengil sellerlar aynan shu sotuv modelidan foydalanadi. Bu modelda hech qanday qonunbuzarlik yo'q. Eng muhim jihati tovarga ortiqcha mablag' tikmasdan, talab bo'lgandan keyin sotuvni boshlaysiz. Uzumda Yandexda noldan biznes boshlamoqchisiz, lekin tovarga risk qilishdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, offline biznesingiz bor, lekin qaysi tovar yaxshi sotilishini bilmay turgan bo'lsangiz, sellersiz lekin sotuvlaringiz past bo'lsa, uydan daromad qilmoqchi bo'lgan ayol qiz bo'lsangiz, lekin start uchun tovarga pulingiz bo'lmasa, videoni oxirigacha ko'ring. Tovarni qanday sotuvga chiqarganimni to'liq ko'rsatdim va oxirida natijasi bilan bo'lishdim. Shuning uchun videoga like bosib qo'ying. Video chiqayotgan paytda Uzum Marketda 3 ta sotuv modeli mavjud. Birinchisi FBO, ya'ni Fulfillment by Operator. Bu sotuv modeli bo'yicha biz birinchi bo'lib tovarni xarid qilamiz yoki realizatsiyaga olib, kartochkani to'ldirib, keyin omborxonaga topshiramiz. Topshirganimizdan keyin sotuvga chiqadi va sotuvga chiqqandan keyin buyurtma kelib tushsa, marketplace o'zi mijozga yetkazib beradi va mijozga yetkazilgandan keyin 10 kundan keyin bizga hisob raqamimizga pul tushirib beradi. Ikkinchi sotuv modeli bu FBS, ya'ni Fulfillment by Seller. Bu sotuv modeli bo'yicha birinchi bo'lib biz tovar kartochkani to'ldiramiz. Keyin savdoga chiqadi. Savdoga chiqqandan keyin buyurtma kelib tushgandan keyin biz uni punktga yoki omborxonaga tovarni topshirib kelamiz va tovar topshirilgandan keyin mijozga marketplace o'zi logistikasi orqali yetkazib beradi va shunda ham 10 kundan keyin bizga hisob raqamimizga pulni tushirib beradi. Va uchinchi sotuv modeli bu DBS, ya'ni bu sotuv modeli bo'yicha tovarni kartochkasini to'ldiramiz, sotuvga chiqadi. Sotuvga chiqqandan keyin mijoz tomonidan buyurtma kelib tushsa, yetkazib berishi ham endi selleri o'zi amalga oshiradi. FBSda bu harakatni marketplace o'zi qilsa, DBSda sotuvchi o'zi mijozga yetkazib berish kerak va yetkazib bergandan keyin 10 kundan keyin hisob raqamiga pul tushadi. Biz bu videoda FBS sotuv modeli bo'yicha, ya'ni biz birinchi buyurtmani qabul qilamiz, keyin mijozga yetkazib berishni amalga oshirishni ko'rsatib beraman. Endi amaliyotga o'tamiz. Sotish uchun bizga birinchi bo'lib yakka tartibdagi tadbirkorlik kerak. Ikkinchisi biz marketplace'dan do'kon ochishimiz kerak. Uchinchisi sotish uchun tovar tanlashimiz kerak. To'rtinchisi tovar kartochkasini yaratishimiz kerak va beshinchisi FBS bo'yicha savdolarni boshlashimiz kerak. Yakka tartibdagi tadbirkorlikni ochish va do'kon ochish bo'yicha mana bu videoni ko'rib to'liq amalga oshirishingiz mumkin. Faqat e'tibor berasizlar, komissioner belgilayotganda marketplace'dan tashqari ONKMni ham belgilab qo'yish kerak va shunda bizda yakka tartibdagi tadbirkorlik va do'konimiz bo'ladi. Endi biz tovarga o'tamiz. Men bozorga bordim va sotuvchi bilan kelishuv qildim. Videoni oxirigacha ko'ring, hammasini tushunib olasiz. Bozorga borishdan oldin men bozorni tahlil qildim. Tahlilni analitik servis orqali qildim. Bozorni aylanib, menga juda mos keladigan tovarni topdim. Yo'q, 21 emas, 23. Hozir siz menga 23 narxini aytdingiz, a? $15 bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, men tovarni qayerdan sotib olishni bildim va tovar kartochka to'ldirish uchun barcha ma'lumotlarga ega bo'ldim. Tovar sotuv narxiga keladigan bo'lsa, xarid narxi 180 ming so'm ekan. Marketplace komissiyasi va logistikasini inobatga olib va o'zim xohlayotgan mo'ljal qilgan yalpi foyda 25% olish uchun sotuv narxini 329 ming so'm deb belgiladim. Bozorda tovarga tegishli bo'lgan barcha xususiyatlarni bilib olganligim uchun endi kompyuterga o'tirib tovar kartochkasini to'ldirishni boshladim va deyarli 15 daqiqaning ichida to'liq qilib bo'ldim. Mana bu yerda hamma joyini to'ldirib bo'lganman. E'tibor berasizlar, rasman hali infografika ham yo'q. Bu degani men tez bo'layotganligi uchun, ya'ni tovarni ertalab bozordagi narxlarni qayerdan olishni bilib, hozir kartochka yaratganimga deyarli bir necha soat vaqt o'tgan. Shu uchun hali infografika berib, uni dizaynni qilish uchun bir necha kun vaqt o'tadi. Biz vaqt ketkazmaymiz, tezroq savdoga chiqazib olishimiz kerak o'zimiz tovarimizni. Tovar kartochkani yaratish bo'yicha hozir alohida dars o'tib o'tirmayman, chunki YouTube'da bir nechta videolar bor. Men esa Telegram kanalimda tovar kartochka to'ldirayotganda nimalarga e'tibor berish kerakligi bo'yicha
6 minutlik bitta video qilganman. Albatta ko'ringlar. Endi tovar kartochka to'ldirayotganingiz sizlar uchun ancha foydali bo'ladi. Bo'ldi, tovarimiz bir kun ichida savdoga chiqdi. Ana endi bizni savdo bo'lgandan keyin buyurtma kelib tushgandan keyin sizlarga u jarayonni ham ko'rsatib beraman. Tovarni topib, sotuvni yo'lga qo'yguncha bir necha soatgina vaqt ketdi va birinchi buyurtmani ham qabul qilib oldim. Bu jarayonni ko'rishdan oldin YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Maqsad qilib qo'yganman 100 mingta obunachi yig'ish. Mendan foydali videolar, sizlardan obuna va like. Rahmat, davom etamiz. Bugun 8-dekabr, ya'ni tovar qo'yganimizdan va birinchi zakaz tushgunicha 2 kun vaqt o'tdi. Va men mana shu tovarni olib kelib qo'ydim. Endi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, birinchi zakaz kelib tushganini. Buni o'zingiz xarid qilgan bo'lishingiz ham mumkin, deyishingiz mumkin. Yo'q, aslida unaqa emas, chunki mana bu bizning tovar bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ikkita sharh bor. Ya'ni undan oldin haqiqatan xarid qilingan holat bo'ldi, lekin men sizlarga uni ko'rsatib o'tirmadim. Realniy zakaz tushganini sizlarga ko'rsataman. Endi savol, 2 kundan keyin zakaz tushadimi degan savollar bo'lishi mumkin, to'g'ri. Men sizlarga javobini berishim mumkin. Men qolganligiga nisbatan qimmatroq sotaman. Ya'ni agar bu yerda ko'radigan bo'lsa, narxi 127 mingdan bor. Undan tashqari 125 ming, 130 ming, 133 ming. Shuni to'g'rimi-to'g'ri raqobatchilari 274 mingdan sotyapti. Biz esa 329 ming. Nima uchun siz qimmat sotyapsiz? Ya'ni shunchalik mijozli qimmat tovarlar sotiladi desa, aslida unaqa emas. Ya'ni men mijozlarga zarar bo'lishini xohlamayman, lekin sotuvchi sifatida o'zim foyda qilishni rejasini qilganman. Ya'ni bu yerda 329 mingdan sotsam va komissiya, logistika va tovarga tikilgan pulni ayiradigan bo'lsam, menga 25% yab foyda qoladi. Qilishimiz kerak foyda, ya'ni maqsadimiz shu, rivojlanishimiz kerak. Shu uchun qolganlar nima unaqa arzon sotadi bilmadim. Balki tannarxini tushirgan, katta partiyada olganligi uchun narx tushgan bo'lishi mumkin, balki hisob-kitob qilmagan bo'lishi mumkin. Men u qorong'u menga bizda mana 329 ming, ya'ni qolganlar boshqa raqobatchilar arzon sotayotgan joyda ham biz o'zimizga, ya'ni maqsad qilib qo'ygan narxda sotayotganimizni ko'rsataman. Nakladnoylarni mana chiqazib oldim va upakovka tayyor, etiketkasi yopishtirilgan, asl belgi yopishtirilgan, shtrix-kod ham yopishtirilgan. Mana hammasi tayyor. Ana endi punktga borib topshirish jarayonini ham sizlarga videoda ko'rsatib beraman. Shuning uchun videoni kuzatishda davom etinglar. Tovarlarni qabul qilish va tarqatish punktiga yarim soatda yetkazib berdim va endi mijoz tovarni qabul qilgandan so'ng mening hisob raqamimga 10 kundan keyin pul tushadi. Hurmatli sellerlar, sizlarga ham uzum tomondan pul 10 kunda tushishi sal qiyinchilik tug'diradimi? Kommentariyada pul tushish jarayoni bo'yicha o'z fikringizni yozib qoldiring. Uzum xodimlari o'qib, balki pul tushishini ham tezlashtirishadi. Ko'rib turganingizdek, tovarga 180 ming pul tikib, 85 ming yalpi foyda ko'rdim. Bu sizlar uchun misol tariqasida ko'rsatib berdim. E'tibor bering, agar maishiy texnika sotmoqchi bo'lsangiz, tovaringizda asl belgi bo'lishi kerak. Asl belgisiz tovaringizni marketplace'da sotuvga qabul qilishmaydi. Asl belgisini olish bo'yicha havolani videoning ostida qoldiraman. Yangi sellerlar tovar kartochkasini to'ldirishga, infografika qilishga, tovarni qadoqlashga e'tiborni qaratishadi. Lekin marketplace savdoda eng muhimi bu to'g'ri tovar tanlash, kartochkada ko'rishlar foizini oshirish, kartochkaga kirish foizini ko'paytirish, kartochkani vazratlar foizini kamaytirish, kartochka savdodan chiqib ketmasligini hal qilish, hisob-kitob qilish va mana shu narsalar eng muhim. Shuning uchun ham 95% sellerlar tovarlarni shunchaki sotishadi va faqatgina 5% sellerlar tizimli daromad qilishadi. Va men ham o'z kurslarimda tizimli savdo qilishni o'rgataman. Sizga ham marketplace'da qo'rqmasdan ishlashni o'rgatadigan bilimli kerakmi? Tovar sotilmay qolishdan xavotir olmagan holda ishonch bilan sotishni xohlaysizmi? Nima qilish? Qay tartibda qilish? Nega ishlashini aniq tushunishni xohlaysizmi? İlk sotuvlarni tasodifdan emas, balki aniq tizim orqali chiqishini xohlaysizmi? Va haqiqiy amaliyotni ko'rsatadigan ustoz bilan ish boshlamoqchimisiz? Agar javobingiz ha bo'lsa, unda men sizni marketplace'da savdo qilish kursimga taklif qilaman.
Kursda siz o'rganasiz professional analitik servislar orqali bozorni tahlil qilish, foyda olib keladigan tovarlarni tanlash, tovar kartochkalarini tizimli ravishda to'pga chiqarish, foydani to'g'ri hisoblash, moliya hisobotlarini shakllantirish va haqiqiy daromad qayerdaligini aniq tushunish, Xitoydan ulgurji narxda onlayn tovarlarni xarid qilish. Siz shunchaki bilim emas, balki to'liq tizimga ega bo'lasiz. Bu tizim orqali siz Yandexda va Uzumda ishonch bilan savdolarni amalga oshirasiz. Agar shularni qadam-ba-qadam takrorlamoqchi bo'lsangiz, video ostidagi havolaga o'ting. Kursda o'qiganlarning eng asosiy yutug'i bu kursdoshlar birgalikda natijaga chiqishi. Video orqali tushunish mumkinki, marketplacelarda juda ko'p imkoniyatlar bor. Masalan, FBS tizimida ishlash. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.